Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu kelajak markazi xodimlariga katta minnatdorchiligimni izhor qilaman. Sababi mana shu prezident maktabiga katta hayajon bilan, qo'rquv bilan kelgan edim. Nega? Men ko'zimda ozgina nuqson bo'lganligi uchun, o'qish imkoniyati cheklanganligi uchun qanday eplar ekanman, qanday qilar ekanman degan hadik bilan keldim. Lekin eshikdan kirishim bilan Xudoga shukr mana shu hadigimni aritishdi. Rahmat bularga, baraka topishsin. Va menga o'sha o'qib berish uchun volontyorlar ajratishdi, hech qanday muammosiz yoki ortiqcha ovoragarchiliklarsiz. Bu birinchi katta qilgan yordamlari mana shu hisoblanadi. Bundan tashqari o'tgan safar testga borgan vaqtimda ham o'sha o'zlari shunaqa volontyorlar ajratib menga yordam qilgan edi. Rahmat buning uchun. Xo'p, suhbat jarayoniga keladigan bo'lsak, to'g'ri, suhbatga kirganda ozgina bosim bo'ldi. O'sha bosim natijasida ozgina hayajonlandik, tutilib qolgan joylarimiz bo'ldi, fikrimizdan adashgan joylarimiz bo'ldi. Lekin o'ylaymanki, yaxshi topshirib chiqdik deb umid qilamiz. Xudo xolasa suhbat jarayonlari juda ajoyib bo'ldi. Hech qanaqa nima deydi, ko'zga ko'rinmaydigan bir yomon illatlar bo'lmadi. Hammasi chiroyli o'tdi deb hisoblaymiz.